Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari tabiati. Qashqadaryo viloyatini Hisor tog' tizmasi Surxondaryo viloyatidan ajratib turadi. Viloyatning maydoni 28.600 kvadrat kilometr. Aholisi 3.025.000 kishidan ortiq. Markazi Qarshi shahri. Viloyatda Koson, Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi, Qamashi, G'uzor, Muborak, Yakkabog' va boshqa shaharlar ham bor. Viloyatning asosiy daryosi Qashqadaryo. Viloyat hududini suv bilan ta'minlash uchun Talmarjon, Chimqo'rg'on, Pachkamar kabi suv omborlari, Qarshi magistral, Eski Anhor kabi kanallar qazilgan. Qashqadaryo viloyati hududida neft, tabiiy gaz, osh tuzi, marmar kabi foydali qazilma konlari bor. Surxondaryo viloyatining maydoni 20.100 kvadrat kilometr. Aholisi 2.411.000 kishidan ortiq. Surxondaryo viloyati hududida Boysuntog', Bobotog', Hisor va Qohittontog' tizmalari bor. Amudaryo, Surxondaryo, Sherobod, To'palang kabi daryolar oqib o'tadi. Janubiy Surxon, To'palang kabi suv omborlari qurilgan. O'zlashtirilgan yerlarga suv chiqarish uchun esa Sherobod, Zang va boshqa kanallar qazilgan. Neft, tabiiy gaz, toshko'mir, osh tuzi, marmar, ohaktosh viloyatdagi asosiy foydali qazilma hisoblanadi. Viloyat markazi Termiz shahri. Viloyatda Denov, Boysun, Sho'rchi, Sherobod, Jarqo'rg'on va boshqa shaharlar ham bor. Qashqadaryo va Surxondaryo hududlarining tog'li o'lkalarida noyob o'simlik va hayvonlarni muhofaza qilish maqsadida qo'riqxonalar tashkil etilgan. Mamlakatimizning janubiy qismida Qo'hittontog' tizmasida Surxon davlat qo'riqxonasi joylashgan. Qo'riqxonada Burama shoxli tog' echkisi, arxar, Turkiston silovsini, oq tirnoqli ayiq, qoplon, kapcha ilon, burgut kabilar muhofazaga olingan. Hisor tog' tizmasining g'arbiy qismida Hisor davlat qo'riqxonasi tashkil etilgan. Qo'riqxonada oq tirnoqli Hisor ayig'i, qor qoploni, tog' echkisi, to'ng'iz, kaklik, Turkiston silovsini, kiyik kabi noyob hayvonlar muhofazaga olingan. Zarafshon tog' tizmasining g'arbiy qoyalarida Kitob davlat geologiya qo'riqxonasi joylashgan. Qo'riqxona asosan tog' jinslarini o'rganish va muhofaza qilish maqsadida tashkil etilgan.